Yunusobod 12-kvartal katta yo'l yuzida joylashgan 2 xona 3 xona qilingan kvartirani video obzorini qilgan ekanmiz. Birinchi qavatda joylashgan, nijoy qilib ishlatsanglar ham bo'ladi. Xo'sh, Ahmad Donish yo'limiz, metro Turkistonning birinchi chiqishi, bu tarafimizda ikkinchi chiqishi, betonkaga qarab chiqib ketadigan tarafimiz. Domimizning o'zi shu qavatda joylashgan, 3 ta oynasi yo'lga qaragan. Xonadonimizning o'zini kadr orqasidan har doimgidek ko'rsatib, tushuntirib ketaman, ketdik. Xonadonimizga keladigan bo'lsak, birinchi qavatda joylashgan 58 kvadrat metr 2 xona, 3 xona qilingan, 2 ga 6 balkonga ega planirovka. Spalnya xonamizni ko'rishingiz mumkin. Uning yonida kuxnyamiz joylashgan. Kattagina zal. Совмещенный sanuzelimiz, dush kabina, bu yerda hojatxona mustaqablari bilan 2 ga 6 balkonimiz, bir tarafi yo'lga qaragan, ikkinchi qismida yana bitta xona qilib qo'yilgan, ko'rishingiz mumkin. Xo'sh, xonadonimiz holati, remontiga har doimgidek kommentariyda o'zingizlar baho berasizlar. E'tiboringlar uchun bo'lsa rahmat.